Turkiyada yana bir O'zbekistonlik ayol vahshiylarcha o'ldirilgani aniqlandi. Korkunç bir kadın cinayeti işlendi İstanbul Şişli'de. Şişli'deki çöp konteynerinde cesedi parçalara ayrılmış bir kadın bulunmuş. İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde. İstanbul'da tüyler ürperten o cinayetle başlıyoruz. Boshi uzib tashlangan tana a'zolari esa bo'laklab chiqindi idishlarga uloqtirilgan Durdona Hakimova bilan bog'liq jinoyat ishining dahshati hali tarqab ulgurmasidan endi uning dugonasi ham u o'ldirilgan uyda maydalab tashlangani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Qotillar ham o'shalar. Ikki o'zbek erkaga Istanbulning Shishli tumanida yanvar oyi oxirida boshlangan chamadon qotilligi tergovida kutilmagan va fojiali burilish paydo bo'ldi. Avvaliga faqat bir ayolning ayanchli taqdiri bo'lib ko'ringan bu jinoyat ortida o'zbekistonlik muhojirlar tomonidan sodir etilgan seriyali vahshiylik yashiringani fosh bo'ldi. Joriy yil 6 fevral kuni 32 yoshli Sayyora Ergashaliyevaning oilasi ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilib, qizlardan darak yo'qligini ma'lum qildi. Qiz bilan bog'lana olmagan ota-ona uni topish umidida Turkiyaga uchib kelgan. Turkiya davlatiga uchib keldik. Ota-ona sifatida qizimiz 28-dekabr kuni Turkiya davlatiga uchib kelgan ishlash maqsadida Istanbul shahriga oxirgi marta 23-yanvar kuni gaplashganmiz. Shundan beri umuman qizimiz bilan aloqa yo'q. Uzilib qoldi aloqamiz. Iltimos hamyurtlar, vatandoshlar, qardoshlar hammaga eshitgan, bilgan, ko'rgan meni qizim haqida qanaqa ma'lumotga ega bo'lsangiz, bizga yetkazing, bizga qanaqa og'irligini his qilinglar, bizga yetkazishga harakat qilinglar, bizga yordam beringlar. Qizimizni qayerdaligini bilaylik. Politsiya kuzatuv kameralari orqali Sayyoraning so'nggi bor ko'ringan manzili tekshirilganda mudhish haqiqat yuzaga chiqdi. U aynan 24-yanvar kuni bo'laklangan holda topilgan Durdona Hakimovaning qotilligi sodir bo'lgan uyga borgan. Kamera yozuvlari shuni ko'rsatadiki, Sayyora 23-yanvar kuni uyga kirgan va u yerdan boshqa chiqmagan. Uning ortidan esa Durdonaning o'limida gumonlanayotgan ikki shaxs, 31 yoshli Dilshod Turdimurodov va 29 yoshli G'ofurjon Kamolxo'jayev ham shu manzilga kirgani aniqlangan. Sayyora Durdonadan bor yo'g'i bir kun oldin aynan bir xil uslubda o'ldirilib, jasadi ham bo'laklangan holda turli hududlarga tashlab yuborilgan. Tekshiruv davomida Sayyora Ergashaliyeva va Durdona Hakimova hamda ikki gumonlanuvchi maqomida bo'lib turgan mavjudotlar qariyb bir oy davomida bir uyda yashagani, marhuma Sayyora va qotillikda gumon qilinayotgan G'ofur esa o'zaro munosabatda bo'lgani aniqlangan. Politsiya xavfsizlik kameralarini ko'zdan kechirib 24-yanvar kuni gumonlanuvchilar uydan bir necha bor chiqindi qoplari bilan chiqib ketganini, so'ng oq rangli chamadon bilan manzilni tark etganini aniqlashgan. Qarang, yana chamadon. Durdonaning jasadini ham xuddi shunday katta ko'chada olib yurishgan payti ularda hayajon yoki qo'rquv sezilmagani jamoatchilik tomonidan alohida muhokama qilingandi. Endi yangi ochilgan tafsilotlar sabab ularda tajriba borligini taxmin qilish mumkin. Kuzatuvga qaytamiz. Qotillikda gumon qilinayotgan kimsalar bemalol ko'chadan taksi to'xtatib, murda yoki uning bir qismi joylashtirilgan chamadon bilan Fotih tumaniga borgani, jasad bo'laklarini axlat konteyneriga tashlagach, piyoda Yenikapi Marmaray bekatiga yo'l olgani aniqlangan. Tergov jarayonida Durdona Hakimova qotilligi bo'yicha hibsda bo'lgan. Aytishni xohlamasak ham ma'lumot sifatida keltirishga majburmiz. Ikki o'zbekistonlik bilan o'tkazilgan so'roqlarda Sayyora Ergashaliyeva ham 23-yanvar kuni ayni uyda sovuq qurol bilan o'ldirilgani ma'lum bo'lgan. Prokuror ko'rsatmasiga asosan jazoni ijro etish muassasasidan olib chiqilib, yana qo'lga olingan ikki gumonlanuvchilarga nisbatan qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar idoralaridagi tergov harakatlaridan so'ng ularni bugun 13 fevral kuni sudga olib borilishi kutilayotgan edi. Ushbu zanjirli jinoyatlar joriy yil 24-yanvar kuni Shishlining Duatepe mahallasida fosh bo'lgan edi. Chiqindi yig'uvchi Akan ismli shaxs konteynerdan choyshabga o'ralgan, boshi va oyoqlari kesilgan ayol tanasini topgan edi. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida qurbonning shaxsi barmoq izlari orqali aniqlangan. U 37 yoshli Durdona Hakimova edi. Jinoyatchilar o'z qurbonini shunchalik sovuqqonlik bilan bo'laklashganki, har bir tana a'zosini alohida yelim xaltaga joylab,
qadoqlashgan. Jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotgan ikki shaxs 31 yoshli Dilshod Turdimurodov va 29 yoshli G'ofurjon Kamolxo'jayev o'sha kunning o'zidayoq Gruziyaga qochmoqchi bo'lgan paytida Istanbul aeroportida qo'lga olindi. Turkiyaning mahalliy ommaviy axborot vositalari ular qochishga ham puxta tayyorgarlik ko'rgani, hatto qotillik va qochish orasida sartaroshxonaga kirib, soch soqolini bemalol olishga ham vaqt topishgani haqida xabar berdi. Dahshatli qotillik Turkiyada jamoatchilik orasida turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Hatto xotin-qizlar tomonidan norozilik namoyishlari ham o'tkazildi. Turli ayollar huquqiga oid va mahalliy hokimiyatni ayblashga qaratilgan bannerni ko'targan norozilik faollari ko'chaga chiqdi. yanvar kuni Durdona Hakimovaning jasadi va uning 2 nafar farzandi O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi ko'magida vatanga qaytarilgani, barcha xarajatlar bosh konsulxona hamda migratsiya agentligi hisobidan qoplab berilgani ma'lum qilindi. Tergov davomida qotillarning harakatlari tahlil qilinsa, bu tasodifiy jinoyat emas, balki tizimli vahshiylik ekani ko'rinadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 22-yanvar kuni marhumalar hamda gumonlanuvchilar Istanbul shahrining Fotih tumanida joylashgan restoranlardan birida birgalikda tushlik qilgan. Uchrashuv davomida Sayyora va G'ofur o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan. Taxminlarga ko'ra, mojaro ayol O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lgani uchun kelib chiqqan. Bu tortishuvdan bir kun o'tib, 23-yanvar kuni ikki do'st o'zaro til biriktirib, Sayyora Ergashaliyevani avval pichoq bilan o'ldirib, tanani bir nechta qismlarga bo'lib, Fotih tumanidagi axlat qutilariga tashlashgan. 24-yanvar kuni qotillar birinchi qurbonlarning telefonidan Durdona Hakimovaga SMS xabar yuborib, uni aldab chaqirib, dugonasi singari pichoq tiqib o'ldirib, tanani bir nechta qismlarga ajratib, Shishli tumanidagi axlat qutilariga tashlashgan. Bugun Sayyora Ergashaliyevaning ham jasadi topilganligi haqida Turk ommaviy axborot vositalarida keskin muhokamalar avj olgan. Biroq Istanbul sud tibbiy ekspertizasiga hozircha jasad olib kelinmagani ma'lum qilindi. O'zbekiston Respublikasining Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi mazkur holatni doimiy nazoratga olgani, Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari bilan yaqin hamkorlikda ish olib borayotgani haqida rasmiy ma'lumot berdi. Ushbu voqea o'zbekistonlik muhojirlar o'rtasidagi ijtimoiy xavfsizlik masalasini zaruriy tarzda kun tartibiga qo'yadi. Qotillarning ham, qurbonlarning ham bitta mamlakat vakillari ekan. Jinoyatning bunday o'ta vahshiy usulda sodir etilgani jamiyat uchun jiddiy signaldir. Qanday qilib inson o'z vatandoshiga nisbatan bunday vahshiylikni amalga oshirishi mumkin? Bu shunchaki janjal oqibat emas, balki ichki olami yemirilgan, marazlikka mukkasidan ketgan, qonundan qo'rqmaydigan shaxslarning rejalashtirgan harakatiga o'xshaydi. Mazmunida fikr bildirayotganlar bugun juda ko'p. Istanbulning Shishli tumanidagi o'sha xonadonning 2 ayol uchun qabrga aylanishi xorijda yashayotgan vatandoshlarimizni yanada hushyorroq bo'lishga va tanishuvlarda ehtiyotkorlikni yo'qotmaslikka chorlashi shart. Siz bugun turli sabablar bilan ishonayotgan odamingiz ertaga sizni xuddi qassob qo'yni burdalagandek chavaqlab tashlamasligiga aniq ishonch hosil qilishingiz shart. Sizningcha xorijda yashayotgan vatandoshlarimiz xavfsizligini ta'minlash uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Bu kabi jinoyatlarning oldini olish mumkinmi o'zi?